Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Ayniqsa pensionerlar hoziroq nima qilishi kerak? Bu savol hazil emas. Chunki pasport masalasi pensiya olishga, bank kartadan pul yechishga, notariusga borishga, shifoxonada xizmat olishga, uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirishga va hatto oddiy sim karta olishga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar oilangizda keksa ota-onangiz, bobo-buvingiz, nafaqadagi qarindoshingiz bo'lsa. Bu ma'lumot ularga bevosita tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, birma-bir amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avval pasport masalasi ancha oddiy ko'rinardi. Odamda fuqarolik pasporti bo'ladi. Muddati tugamaguncha yuraveradi, zarurat tug'ilsa almashtiradi. Lekin oxirgi yillarda hujjatlar tizimi bosqichma-bosqich o'zgardi. Avval eski ko'rinishdagi pasportlar bor edi. Keyin biometrik pasportlar keng joriy qilindi. Keyin esa ichki foydalanish uchun ID karta tizimi paydo bo'ldi. Ko'pchilik shu joyda adashadi. Menda pasport bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa pasportning turi. Berilgan sanasi, amal qilish muddati va undagidan ma'lumotlar juda muhim. Men eng ko'p uchratadigan savol shunday: agar pasportim eski bo'lsa, bank pensiyamni bermay qo'yadimi? Yoki, men yetim yoshdaman. Pasportimni almashtirmasam jarima bo'ladimi? Yana biri. ID karta olmasam, eski pasport bilan yuraversam bo'ladimi? Mana shu savollarga javob berish uchun avvalo bir narsani ajratib olish kerak. Eski pasport deganda aynan nimani nazarda sarda tutyapsiz? Bir odam eski pasport deganda Sovet davridan qolgan yoki juda eski namunadagi hujjatni tushunadi. Bunday hujjatlar amalda shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Ikkinchi odam eski pasport deganda biometrik, lekin ID kartadan oldin berilgan fuqarolik pasportini tushunadi. Bunday holatda u odatda hujjatning amal qilish muddati tugaguncha ishlatiladi. Lekin ayrim xizmatlarda ID karta so'ralishi yoki yangilash tavsiya qilinishi mumkin. Uchinchi odam esa eski deganda pasportdagi rasm o'zgargan. Ma'lumotlar eskirgan, familiya yoki yashash manzili o'zgargan holatni nazarda tutadi. Bu esa alohida masala. Shuning uchun men aytadigan birinchi qo'yda pasportning tashqi ko'rinishiga emas, amal qilish muddatiga va davlat organlari bazasidagi holatiga qarash kerak. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, siz u bilan ko'p joyda muammoga duch kelasiz. Agar muddati o'tmagan bo'lsa ham, undagi ma'lumot noto'g'ri yoki eskirgan bo'lsa, masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin pasportda eski familiya qolgan bo'lsa, bank, notarius, kadastr, pensiya bo'limi yoki tibbiyot muassasasi hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Oldin ko'pchilik barcha ishlarni bitta pasport bilan hal qilardi. Pasportning ichida propiska, ya'ni doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumot bo'lardi. Ayrim holatlarda nikoh, farzandlar haqidagi yozuvlar ham bo'lardi. Odamlar pasportni ko'tarib yurardi. Notariusga ham, bankka ham, pensiya bo'limiga ham shu bilan borardi. Keksa odamlar uchun bu odatiy edi. Pasportim bor, tamom. Men fuqaroman degan tushuncha shakllangan. Hozir tizim raqamlashtirildi. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda turadi. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ishlatilmoqda. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ichki hayotda, ya'ni bank, notarius, davlat xizmatlari, pensiya, kadastr, shifoxona, mobil aloqa, soliq va boshqa xizmatlarda ID karta qulayroq va dolzarbroq hujjat bo'lib bormoqda. Lekin bu degani hammaning qo'lidagi eski pasport bir kunda bekor bo'ldi degani emas. Odamlar orasida vahima chiqaradigan gaplar ko'p. Ertadan eski pasport o'tmaydi. Pensionerlar pensiyasiz qoladi. Bank pul bermaydi, jarima yoziladi. Men bunday gaplarni eshitganda doim bir narsani tekshiraman. Hujjat muddati bormi, shaxsning ma'lumotlari to'g'rimi? Davlat xizmatlarida qanday talab qo'yilgan, odam qaysi amalni bajarmoqchi? Chunki javob har doim vaziyatga bog'liq. Masalan, bir pensioner faqat mahallasidagi bankomatdan pensiya kartasidan pul yechsa, pasportini har kuni ko'rsatmaydi. Lekin bank kartasi muddati tugab, yangi karta ochmoqchi bo'lsa, bank undan amal qiladigan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, bank yangi karta ochishda yoki identifikatsiya qilishda muammo qilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner uyini nevarasiga hadya qilmoqchi bo'lsa, notarius hujjatlarni juda jiddiy tekshiradi. Pasport muddati o'tgan yoki bazada ma'lumot mos kelmasa, notarial harakat to'xtatiladi. Demak, muammo hujjat eski bo'lgani uchun emas, u amalda tan olinadigan.
muddati o'tmagan va ba'zalar bilan mos bo'lish kerakligi uchun paydo bo'ladi. Endi eng muhim qism, kimlar hozirdan harakat qilish kerak? Men birinchi navbatda pasport muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlarga e'tibor qarataman. Agar pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, uni kechiktirmay almashtirish kerak. Men uyda o'tiraman, menga kerak emas deyish noto'g'ri. Bir kun kelib shoshilinch shifoxonaga borish, bankdan pul olish, notariusga hujjat rasmiylashtirish, meros masalasini hal qilish, davlat xizmatidan foydalanish kerak bo'lib qoladi. O'sha kuni siz hujjat bilan muammoga duch kelsangiz, ishlaringiz bir necha kunga, ba'zan haftalarga cho'zilib ketadi. Ikkinchi xavf guruhi, pasportdagi rasm juda eski, odamning hozirgi ko'rinishiga umuman o'xshamay qolgan holatlar. Albatta, keksa yoshda odamning ko'rinishi o'zgaradi. Lekin bank xodimi, notarius yoki davlat xizmati operatori shaxsini aniqlay olmasa, qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Ayniqsa, hujjatdagi rasm 20-25 yil oldingi bo'lsa. Hozir odamning yuz tuzilishi ancha o'zgargan bo'lsa, bu amaliy muammo tug'diradi. Uchinchi guruh, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xato bo'lganlar. Masalan, pasportda o'g'li bir xil yozilgan, pensiya hujjatlarida boshqacha yozilgan, bank bazasida lotincha transliteratsiya boshqa ko'rinishda kiritilgan. Bunday kichik ko'ringan xatolar katta muammo keltiradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Pensionerning pensiya kartasi bor, lekin bankdagi ism yozilishi pasportdagi yozuvdan bir harf farq qiladi. Yangi karta olayotganda tezimoslik bermaydi. Odam yana pensiya bo'limiga, bankka, migratsiya bo'limiga qatnaydi. Shuning uchun ma'lumotlar bir xil bo'lishi shart. 4-guruh, propiska yoki doimiy yashash manzili masalasida muammo bor odamlar. Ko'pchilik pensionerlar farzandining uyida yashaydi. Lekin hujjat bo'yicha boshqa joyda ro'yxatda turadi. Ba'zida eski manzil allaqachon sotilgan bo'ladi. Uy buzilgan bo'ladi, kadastr o'zgargan bo'ladi. Davlat xizmatlarida manzil ma'lumotlari muhim bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy yordam, subsidiyalar, tibbiy biriktirish, mahalla orqali beriladigan ma'lumotnomalar, pensiya yetkazib berish kabi masalalarda yashash joyima ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. 5-guruh. Chet elga chiqish ehtimoli bor pensionerlar. Masalan, farzandi Rossiyada, Turkiyada, Qozog'istonda yoki Koreyada yashaydi. Ota-onasini davolanishga yoki mehmondorchilikka olib ketmoqchi. Ichki ID karta bilan chet elga chiqib bo'lmaydi. Buning uchun xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Ko'pchilik bu yerda adashadi, menda pasport bor-ku deydi. Lekin ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan xorijga chiqish pasporti boshqa vazifani bajaradi. Shuning uchun safar rejalashtirilsa, hujjatlarni kamida bir necha hafta oldin tekshirish kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda amaldagi muddati tugamagan, ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan hujjat bo'lsa, davlat xizmatlarida bazalar bilan mos kelayotgan bo'lsa, odatda bir kunda hammasi bekor bo'lib qolmaydi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo ko'pincha oldindan bilinmaydi. Aynan kerak bo'lgan paytda chiqadi. Masalan, 68 yoshli onaxonning biometrik pasporti bor. Amal qilish muddati 2020-yilgacha. Familiyasi, tug'ilgan sanasi, JSSSR raqami, manzili hammasi to'g'ri. U har oy pensiyasini kartadan oladi. Notarius yoki chet el ishlari yo'q. Bunday odamga ertaga yugurib ID karta oling deb vahima qilish shart emas. Lekin agar u baribir ID karta olishni xohlasa, bu kelajakda qulaylik beradi. Chunki ko'p xizmatlar ID karta orqali tezroq va aniqroq amalga oshiriladi. Yana bir misol, 75 yoshli otaxonning pasporti muddati tugamagan. Lekin u bankda yangi omonat ochmoqchi. Bank xodimi ID karta so'rashi mumkin yoki pasport asosida identifikatsiya qiladi. Lekin bazada ma'lumot tekshiradi. Agar hammasi mos bo'lsa, muammo bo'lmasligi kerak. Agar bank ichki tartibiga ko'ra yangilangan hujjat talab qilsa, odam migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib hujjatni yangilashi kerak bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Pasport muddati tugaganini odamlar ko'pincha sezmaydi. Hujjatni oxirgi marta qachon ochib ko'rgansiz? Ko'p pensionerlar pasportni sandiqda yoki papkada saqlaydi. Ular faqat pensiya tayinlanganda, bank kartasi olganda yoki uy hujjati rasmiylashtirganda ishlatgan. Oradan 10 yil o'tganini bilmay qoladi. Shuning uchun bugun uyda pasportni olib, amal qilish muddatini ko'ring. Bu eng oddiy, lekin eng foydali qadam. Ikkinchi nozik jihat.
men pensionerman, menga jarima bo'lmaydi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Qonunchilikda ayrim toifalar uchun yengilliklar, alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin muddati o'tgan hujjat bilan yurish yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatni o'z vaqtida almashtirmaslik amaliy muammolar keltiradi. Jarimadan ham ko'ra vaqt yo'qotish, asabiylashish, bank yoki notariusdan qaytish. Shifoxonada ro'yxatdan o'tishda qiynalish ko'proq zarar keltiradi. Uchinchi nozik jihat kasal yoki yura olmaydigan pensionerlar. Ko'p oilalarda bunday vaziyat bor. Bu yoki bobo yotib qolgan, ko'chaga chiqish qiyin. Lekin pasport muddati tugagan. Oila a'zolari endi nima qilamiz deb o'ylaydi. Bunday holatda tegishli migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mahallaga murojaat qilib, yura olmaydigan shaxs uchun qanday tartib borligini so'rash kerak. Ba'zi hollarda uyga chiqib xizmat ko'rsatish, vakil orqali ariza berish, tibbiy ma'lumotnoma asosida alohida tartib qo'llanishi mumkin. Men bu yerda eng muhim maslahatni beraman. Bunday ishni oxirgi kungacha qoldirmang. Odam kasal bo'lib qolgandan keyin hujjat masalasi yanada qiyinlashadi. 4-nozik jihat ishonchnoma va notarius masalasi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, farzandiga ishongan bo'lsa ham, ko'p hujjatlar uchun notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Notarius esa ishonchnoma berishda pensionerning shaxsini aniq tasdiqlashi kerak. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki shaxsni aniqlashda muammo bo'lsa, ishonchnoma ham rasmiylashmay qolishi mumkin. Shuning uchun hujjat muddati tugamasidan oldin kerakli ishonchnomalarni ham tartibga keltirib qo'yish ma'qul. 5-nozik jihat meros va mulk masalalari. Ko'pchilik keksa insonlar uy, yer, avtomobil, omonat yoki boshqa mulk egasi bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar eski, ism, familiya mos emas, kadastrdagi ma'lumot boshqa, pasportdagi ma'lumot boshqa bo'lsa, keyin merosxo'rlar juda ko'p qiynaladi. Masalan, uy hujjati ism kiril yozuvda bir shaklda, pasportda lotin yozuvda boshqa shaklda, nikoh guvohnomasida yana boshqa shaklda bo'lsa, notarius qo'shimcha hujjat talab qiladi. Bu esa vaqt va pul demakdir. Shuning uchun pensioner tirikligida hujjatlarni tartibga keltirib qo'yish oilasi uchun katta yengillik bo'ladi. 6-nozik jihat bank kartasi va pensiya. Pensiya odatda belgilangan tartibda bank kartasiga tushadi yoki boshqa shaklda yetkaziladi. Lekin karta muddati tugaganda, PIN kod yo'qolganda, karta bloklanganda, yangi karta kerak bo'lganda, bank sizdan amal qiluvchi hujjat so'raydi. Agar hujjat muammoli bo'lsa, pul hisobda turgani bilan undan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, pensionerning 1.200.000 so'm pensiyasi har oy tushyapti. Lekin kartasi muddati tugagan. Bankka borsa pasport muddati o'tganligi sababli yangi karta berish kechikadi. Natijada odam o'z pulini olish uchun avval pasportini yangilashi, keyin bankka qaytishi kerak bo'ladi. Bu ayniqsa qishloq joylarda markazga borish qiyin bo'lgan hududlarda juda noqulay. 7-nozik jihat JSHR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami. Hozir ko'p xizmatlar aynan shu raqam orqali ishlaydi. Agar hujjatingizda yoki bazada JSHR bilan bog'liq muammo bo'lsa, davlat xizmatlari, bank, soliq, pensiya tizimida to'siq bo'lishi mumkin. Oddiy odam bu raqamga ko'p e'tibor bermaydi, lekin amalda u juda muhim. Hujjat yangilanganda barcha ma'lumotlar to'g'ri tushganini tekshirish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni qo'lingizga oling va 3 ta narsani tekshiring. Birinchisi, amal qilish muddati. Ikkinchisi, ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana to'g'rimi? Uchinchisi, JSHR raqami va boshqa asosiy ma'lumotlar hujjatda aniq ko'rsatilganmi? Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 3-6 oy ichida tugasa, almashtirishni boshlang. Ikkinchi qadam, yaqinlaringiz bilan maslahat qiling va qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar siz faqat O'zbekiston ichida xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ID karta masalasini ko'rib chiqing. Agar chet elga chiqish ehtimoli bo'lsa, xorijga chiqish biometrik pasporti ham kerak bo'ladi. Bu ikkalasini adashtirmang. Ichki ID karta boshqa, xorij pasporti boshqa. 3-qadam, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qaysi biri sizning hududingizda qulay bo'lsa, o'sha yerga boring. Ba'zi xizmatlar oldindan navbat olish orqali, ba'zilari bevosita murojaat bilan bo'lishi mumkin. Borishdan oldin telefon qilib yoki rasmiy manbalardan tekshirib oling. Qaysi hujjatlar kerak? Davlat boji qancha? Surat joyida olinadimi? Ariza qanday to'ldiriladi? 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang.
Odatda eski pasport yoki mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjat tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, doimiy yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Agar familiya nikoh sabab o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini olib boring. Agar turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa va hujjatlarda bog'liqlik kerak bo'lsa, o'lim guvohnomasi ham asqotishi o'tishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki ismda xatolik bo'lsa, fuqarolik holati davlatnomalarini yozish organidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 5-qadam. Ariza topshirganda barcha ma'lumotni diqqat bilan tekshiring. Men odamlar qiladigan eng katta xatoni aytaman. Xodim kiritgan ma'lumotni o'qimay imzo qo'yishadi. Keyin yangi hujjat chiqadi. Familiyada bitta harf noto'g'ri, tug'ilgan joy boshqa, ism transliteratsiyasi xato. Buni keyin tuzatish yana vaqt oladi. Shuning uchun ariza yoki elektron shaklda ko'rsatilgan ma'lumotlarni albatta tekshiring. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingiz yoki ishonchli odamdan o'qib berishini so'rang. 6-qadam. Agar pensioner o'zi bora olmasa, oldindan tartibni aniqlang. Yura olmaydigan, kasal, nogironligi bor yoki uzoq masofaga chiqishi qiyin bo'lgan odamlar uchun hududiy organlardan tushuntirish oling. Mahalla raisi, ijtimoiy xodim, oilaviy poliklinika ma'lumotnomasi. Tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Boramiz, o'sha yerda ko'ramiz demang. Avval qo'ng'iroq qiling, so'rang, keyin hujjat tayyorlang. 7-qadam. Yangi hujjatni olgandan keyin bank, pensiya va boshqa muhim joylardagi ma'lumotlarni yangilang. Ko'pchilik hujjatni olib papkaga solib qo'yadi. Lekin bank bazasida eski pasport raqami turgan bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limida ma'lumot avtomatik yangilanishi mumkin. Lekin ayrim hollarda xabar berish foydali. Agar bank kartangiz, omonatingiz, ishonchnomangiz, sug'urta, tibbiy xizmat, mobil operator shartnomasi bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlari kiritilganini tekshiring. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini tartibli saqlang. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida papka qilishni tavsiya qilaman. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, bank karta shartnomasi, nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, uy-joy kadastr hujjatlari, tibbiy ma'lumotlar, ishonchnomalar bo'lsin. Asl hujjatlarni xavfsiz joyda saqlang. Lekin kerak bo'lganda topiladigan joyda bo'lsin. Farzandlar ham qayerda turganini bilsin. Birinchi vaziyat. 2 yoshli otaxonning pasporti muddati 2 oy oldin tugagan. U buni bilmagan, chunki pensiya kartasiga pul tushib turgan. Karta muddati tugab, bankka borganida unga yangi karta berish uchun amaldagi hujjat kerakligini aytishgan. Otaxon avval hujjat almashtirishga boradi, navbat oladi, davlat bojini to'laydi, yangi hujjat chiqishini kutadi. Shu vaqt ichida pensiya hisobda tursa ham undan foydalanish qiyinlashadi. Agar u pasport muddati tugashidan 3 oy oldin tekshirganda bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi vaziyat. Alttakin yoshli onaxon uyini qiziga hadya qilmoqchi. Notarius hujjatlarni tekshiradi. Pasportdagi familiya nikohdan oldingi shaklda, kadastrda esa nikohdan keyingi familiya yozilgan. Onaxon bu menman-ku deydi, lekin notarius hujjatlar asosida ishlaydi. Natijada FHDYodan qo'shimcha ma'lumotnoma, nikoh guvohnomasi, ehtimol ma'lumotlarni tuzatish talab qilinadi. Bu bir kunda tugamaydi. Demak, mulk masalasidan oldin shaxsiy hujjatlar mosligini tekshirish kerak. 3-vaziyat. Farzand chet eldan kelib, otasini davolanishga olib ketmoqchi. Ular bilet olishadi, lekin keyin otasida xorijga chiqish pasporti yo'qligi yoki muddat tugaganini bilishadi. Safar kechikadi, bilet puli kuyishi mumkin. Davolanish vaqti o'zgaradi. Shuning uchun chet elga chiqish ehtimoli bo'lgan har bir pensioner hujjatini oldindan tekshirtirishi kerak. 4-vaziyat. Bu yura olmaydi. Pasport muddati tugagan. Oila meros yoki bank ishi uchun ishonchnoma olmoqchi. Notarius shaxsni tasdiqlashni talab qiladi. Hujjat esa amalda muammoli. Endi hamma ish bir-biriga bog'lanib qoladi. Avval hujjatni yangilash tartibini topish, keyin ishonchnoma, keyin bank yoki mulk ishlari. Agar oila buni 1 yil oldin hal qilganda ancha oson bo'lardi. Internetdagi har bir xabarga ishonmang. Falon sandan boshlab barcha eski pasportlar bekor. Pensionerlarga jarima yoziladi. Bugun almashtirmasang pensiya to'xtaydi. Kabi gaplar ko'pincha qo'rquv uyg'otadi, lekin har doim ham to'liq va aniq bo'lmaydi. Men doim rasmiy manbaga tayanishni maslahat beraman. Ichki ishlar organlarining migratsiya
va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy ma'lumotlari. Agar bir xodim bir xil, boshqasi boshqacha aytsa, yozma tushuntirish so'rang yoki yuqori turuvchi organ ishonch telefoniga murojaat qiling. Yana bir xato, vositachilarga ishonib pul berish. Men pasportni tez chiqarib beraman, navbatsiz qilib beraman, jarimasiz hal qilaman deydiganlarga ehtiyot bo'ling. Hujjat rasmiy tartibda olinadi. Davlat boji va rasmiy to'lovlardan tashqari shubhali pul talab qilinsa, bu xavfli. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar bu masalada yo'lda bo'lishi kerak. Demak, eski pasport masalasida eng muhim narsa vahima emas, tekshiruv va tartib. Hujjatingizning muddati o'tmaganmi? Ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Bank, pensiya, notarius va davlat xizmatlarida bazalar bilan mos keladimi? Mana shularni aniqlash kerak. Pensionerlar uchun bu ayniqsa muhim. Chunki pasportdagi kichik muammo pensiya, bank kartasi, tibbiy xizmat, mulk, meros yoki chet elga chiqish ishlarini to'xtatib qo'yishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz, bobo-buyingiz yoki o'zingizning hujjatingizni olib, amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqinlashgan bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni kechiktirmay tuzating. Agar yura olmaydigan pensioner bo'lsa, alohida tartibni oldindan so'rab biling. Sizning oilangizda ham eski pasport, ID karta yoki pensiya hujjatlari bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bitta vaqtida ko'rilgan hujjat keyinchalik katta muammoning oldini olishi mumkin.